Badavlat oiladan ideal ayolga uylangan Kim Yon Chol o'zini xotinidan qutulmoqchi bo'ladi va undan oldin unga katta kredit olib bergin deb iltimos qilgan bo'ladi. Bugun biz sizlar bilan thriller detektiv janridagi drama ko'ramiz. Shefpor Kim Yon Chol va uning xotini Jigen o'sha bir necha yillardan beri birga yashardi va uning xotini har taraflama ideal edi. U ishdaligida, uyi tozalashligi, yogalarga borardi va erini juda ham yaxshi ko'rardi. Lekin afsuski, oxirgi vaqtlarda Jigen uni turmush o'rtog'i Kim Yon Chol bilan nimadir bo'layotganini sezayotgandi. Uni sezgisi haqiqatan ham to'g'ri edi. Chunki Kim Yon Chol oxirgi vaqtlarda xotiniga xuddi uni yaxshi ko'radigandek tutsa ham, uni boshqa yaxshi ko'radigan ayoli paydo bo'ladi va u ishda birga ishlaydigan ayol bo'ladi. Va sekin-sekin Kim Yon Chol qanaqa qilib shu xotindan tezroq ajrasam ekan deydi. Lekin afsuski, xotinini juda ham katta puli borligi uchun va badavlat oiladan bo'lganligi uchun unga kredit olib ber deb iltimos qiladi. Lekin xotini Jigen unga kredit olib ber desa ham, buni eshitardi-yu, hech nima demasdi. Va bir kuni Kim Yon Chol o'zini yaxshi ko'rgan ayoli bilan ko'rishganda, uni yaxshi ko'rgan ayoli bitta zahar beradi va unga qarab, agar xotiningning ichimligiga shuni solib qo'ysang, bir tomchini o'zi yetadi. 12 soat ichida odam ishsiz vafot etadi deydi. Buni eshitgan Kim Yon Chol tezda ichimlik olib uyiga borganda, afsuski xotini uyda yo'q bo'ladi va uyning polida qon bilan bir xat ko'radi. Xatda yozilishi bo'yicha, agar xotiningni qutqarishni xohlasang, 5 milliard won pul olib kelasan deb yozilgandi. Bu dramani agar siz thriller janrini yoqtirsangiz, обязательно ko'ring. Aytgancha eng sara filmlar uchun kinoteatr kanaliga va meni akkauntimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.